Bolalarni necha yoshda xatna qilgan ma'qul? Hozir shu haqida sizlar bilan gaplashamiz. Ko'pchiliginglar har xil fikrdasizlar. Kimdir erta yoshda qilinsa yaxshi deydi, kimdir yosh katta bo'lgandan keyin qilinish kerak deydi. Xatna uchun vaqt ham, yosh ham belgilanmagan. Faqatgina aytilganki, ertaroq qilinsa shuncha yaxshi, afzalroq deyilgan. Lekin sog'lig'i ko'tarilgan paytda qilinsin deyilgan. Bu nima degani? Bir xil payt biz ham qaytaramiz, yosh bolalar bo'lsa, to'g'ri, yaxshi-ku kichkinaligida xatna qilingan, lekin shamollagan bo'lishi mumkin yoki antibiotik olgan bo'lishi mumkin yoki doktorga borgan bo'lsa, psixologik ukol kapelnasi olganda psixologik bolalar o'sha qo'rqib olib yig'laydigan bo'lib qoladi. O'sha paytda biz ozgina vaqt kutgan deymiz. Bular endi parametrlar. Vaqt ham, yosh ham belgilanmagan xatnaga. Aksariyat ota-onalar bolalarini xatna qilishga erta payt olib kelishdan qo'rquv'i, bolam qiynalib qoladi, o'zi kichkina, og'riydi, qiynaladi deb o'ylashadi. Qancha erta qilsa xatnani, o'shanda bolani og'rig'i ham nisbatan kamroq va bitib ketishi bundan oldin aytganimizda nisbatan tezroq bo'ladi va esda qolmaydi. Nabarot chaqaloqlik paytida organizmi mustahkam bo'lgan paytda o'tkazib yuborgan ma'qulroq deymiz. Yosh kattaligida qilinganning plus tomonlari, bola o'zi ancha psixologik o'zini tanigan bo'ladi. Biz ham PlayStation'da o'ynatib, chalg'itib 2-3 minutda xatnasini o'tkazib olib chiqamiz. Oldingi payt bunaqa narsalar bo'lmagan. Chaqaloqlik paytda biz maslahat beramiz xatna qildirishi nimagaki, birinchidan nisbatan og'riq kamroq sezadi bola. Ikkinchidan jarohat bitib ketishi. Xatna bo'lgan joy biz kuzatamiz, kinligidan oldin bitib ketadi chaqaloqlarda. Mana shu 7 kundan 40 kungacha bo'lgan davrda. Va xatnadan keyingi og'riq qoldiradiganlar, antibiotiklar, keyinda uspakoyительный ichish shart emas. Onaning suti bilan hammasi mana shu bola tinchlanib uspakoyitsa qilib, именно chillali paytda xatna qilingan. Biz ham o'shaning uchun tavsiya qilamiz, bolalaringlarni chillali davrda xatna qildiringlar. Choksiz, bog'lovsiz, igna ukolsiz, qonsiz, xudo xolis chiroyli o'tkazib beramiz.